Assalomu alaykum barchaga. Yangi videoyimizga xush kelibsizlar. Bilaman, anchadan beri video chiqarganim yo'q va nihoyat o'sha kun keldi. Maza qilib video tomosha qiladigan vaqt keldi akalar. Hozir birinchi yukimni olib ketyapman. Xudo xolasa Germaniyaga yuk yukladik. 812 ta palet yukladim akalar. Xo'p, hozir maytdan ko'rib turishimiz mumkin. Yo'lni ko'ryapsizlar, vashshe mazza. Bir ikkita daqir-duqir joylarga yetib keldik. O'zbekistonda eslatyapti cho'ta. Xo'p, nima demoqchiman? Ketyapmiz, oldimizda yana xudo xolasa 897 kilometr turibdi. Shu 897 kilometrda birgalikda kesib o'tishimiz kerak. Akalar, e'tiboringizga mana shu qishloqchani havola etmoqchiman. Polshaning qaysidir burchagida biz, uzoq burchagida yo'lni sifatiga va uylarning chiroyliligiga e'tibor beringlar va bu go'zal manzaradan bahramand bo'linglar. Ashdan burilishimiz kerak ekan akalar, hozir sizlarga ko'rinadi. Juda mayda joy ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Qo'l qochgan, anchadan beri mashina minganim yo'q, juda qiyin bo'lyapti. Bunaqa joylarga yengil kirib ketardim. Mahallaning ichi zinakni ko'rdik. Mumkin emas ekan mashina, faqat yuk olgan kirishimiz kerak ekan. Meni uyga olmay yomon havas qildim. Arrive to destination in 350 meters. Boy mahalla ekanda bu. Hisob. Otaxon. Ana mashina turibdi. Yo, ochir kutyaptim ekan. Bilmayman. Xo'p, biz yuk oladigan joyimizga yetib keldik. Hozir kirib ber deyishim kerak. We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still. Take second exit. If you need or want me, I'm never too hard to find. You know the places that I like to hide, and we'll go there side by side. You and I, our footsteps in perfect stride. Calm of twilight, when your night's been so long,
try to do right, but everything turned out wrong. When I need or want you. Soat millarimiz ham 9 bo'ldi kechki va minish vaqtimiz esa 1 soat 58 minut qoldi. Bu degani biz hozir yana 1 soat minamiz va 58 minut vaqtimiz qoladi. Undan keyin parkini oqtarishni boshlashimiz mumkin. Hozir trassadan National Road deyiladi inglizchasiga, milliy yo'lga kirdim. Chunki biz A2 yo'lida, Polshada A2 yo'lidan kelayotganimizda Poznan tomonga Take fourth exit. Polshada ishlab yurganlar yoki Furada ishlab yurganlar bilishadi, pullik yo'l hisoblanadi A2. Shuni ba'zi bir pullik yo'llarini Route calculation. aylanib o'tishimiz uchun biz mana shunaqa milliy yo'llardan yurishimiz kerak. Pul tejash maqsadida. Shuni hisobiga hozir biz natsionalkaga qarab kirib ketyapmiz. Bundan chiqamiz 1,5 soatlarda. Yana 15 minut yurib turib trassada yana boshqasiga kiramiz. Endi umid qilamanki, o'sha natsionalkada qolib ketmayman deb iloji boricha tezroq chiqib olib turib, keyin parkini oqtarishga harakat qilaman, chunki Over the speed bunaqa limit. National Roadda, ya'ni milliy yo'llarda parkinglar yoki pullik bo'ladi yoki kichkina bo'ladi. Undan tashqari xavfliroq bo'lishi ham mumkin. Trassadagiga nisbatan. Trassada ham o'zi kerak bo'lsa xavfli ba'zida-yu. Lekin joy topish ehtimolim ko'proq. Bepul. Shuni hisobiga men tezroq chiqishga harakat qilaman. Endi Furada eng yoqtirgan tomonlarimdan bittasi, qaranglar, kun botishini tomosha qildik birgalikda. Ba'zida kun chiqishini ham tomosha qilamiz. Bundan tashqari hayolimizga ham keltirmagan joylarimizga borishimiz mumkin. To'g'risi, ko'pchilik insonlar, ya'ni puli borlar u tomonlarga borishi mumkin, lekin shaxsan men pul sarflab hozirgacha Furada ishlab turib borgan joylarimga hali bormagan bo'lardim deb o'ylayman. Shuning uchun eng yoqtirgan narsalarimdan ham bittasi shu, bepulga sayohat qilishimiz mumkin. Xo'p, bo'lmasam biz sayohatimizni davom ettiramiz. Videoni ko'rishda davom eting, xudo xolasa. Yana yaxshi kadrlar oldinda. Mana nihoyat trassaga chiqishimizga ham yaqinlashyapmiz. Baho berishlari mumkin ko'rinishiga. Chiroqlar yoniq. Soat millarimiz 9:30 bo'ldi. Polshada hali ham kechki payt tushgan yo'q. Yozda shunaqa 9:30 10larda kechki payt tushadi, qorong'i tushadi. Ko'rib turganimizdek 9:30 da ham hali ham ko'rishimiz mumkin. Mana akalar, xudo xolasa, hali bola ketdi. Men bitta rasmga olishim kerak ishni tugatganimdan keyin, chunki kilometrlarni solishtiraman-da, necha kilometr yurdim, qancha yurdim, necha soat yurdim hammasini. O'zim uchun dalil bo'lib qoladi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim deymizda ishimizni tugatamiz. Undan keyin hozir men sizlarga naqadar omadim kelganini ko'rsataman. Xo'p, yonimga metga to'xtashim kerak edi o'zi, hozir ko'rsataman. Ani kelib qo'ysa bo'lardi. Xo'p, akalar, mana metga qo'yishim kerak edi. O'zi ani bola ketaman deb turuvdi. Endi men qo'ymoqchi edim, bag'dagi turganam ular shart uyqudan turdi-yu, turib ishga ketdi. Kech payt yurar ekanda. Keyin menga yana ham osonroq bo'ldi parking qilish. Burchagiga qo'yib qo'ydim, yonimga hech kim qo'ya olmaydi. Короче, chotki joyda turibmiz. Endi nasib qilgan bo'lsa, yozilgan bo'lsa, chiqaqa qochib ketmas ekan. Nima deymiz endi, iloji yo'q. Xursand bo'lamiz xolos. Xudoga tavakkal qilib 10larda to'xtayman degandim. Soat millarimiz
10dan 15 ta o'tdi. 15 minut kech bo'ldi-yu, mayli. Mana mashinamiz turishi. Xo'p, shu bilan endi hozir biz ovqatlanib dam olishimiz kerak. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, xayrli tong hammaga. Yangi kunga tayyor bo'lsalaring, bugungi videomizni boshlaymiz. Xudo xolasa ham yo'q, sog' salomat yotib turdik. Mashinani tekshirdim, atroflarini, hammasi zo'r. Xudoga shukr, hech kim tegmagan. Endi hozir biz Germaniya chegarasiga qarab yo'l olamiz. Oldimizda yana bitta natsionalga bor kirib chiqishimiz kerak bo'lgan. O'sha kecha aytganimdek, o'shunga kirib chiqamiz va xudo xolasa Germaniya chegarasiga anchagina yaqinlashib bo'lamiz. Endi 9 soat bo'lishiga yurmaymiz. Inshaalloh bir 5 minut 10 minut o'tkazib yuramiz. Bismillah. Xo'p do'stlar, biz Germaniya chegarasidan anchagina o'tib, Germaniyaning ichiga kirib keldik. Berlinga yetishimizga ozgina qolyapti. Germaniyaning trassalariga e'tibor beringlar va baho beringlar. 3 ta polasa ekan. 10-yo'ldan kirib ketyapmiz. Bilgan akalar uchun juda ham tekis va juda ham yorqin chizilgan chiziqlar atrofimizda. Chiziqni ezganimizda tirillaydi akalar, xafa bo'lmaysizlar. Skaniyamiz. Endi men sizlarga bitta voqeani aytib bermoqchiman. Hozir bitta kino ko'rayotgandim. Anchadan beri minganim yo'q, bilasizlar, kanikuldan qaytib keldim. Kinoni ko'rib, bunga xayol chalg'ib, korоче, yo'lda ketaveribmiz. Bir qarasam chegaraga yetib kelibman. Chegaraga yetishimizdan 20 yoki 40 kilometr oldin bizda doimiy gaz dizel qo'yadigan joyimiz bor. O'shdan dizel qo'yishim kerak edi. Lekin afsuski bir ko'zimni ochib qarasam, anaqaga yetib kelibman, chegaraga yetib kelibman. Shuning uchun dizel qo'ya olmadim, afsuski. Qaytaman desam 50-60 kilometr orqaga qaytish kerak. Kelishga to'g'ri keladi. Shuning uchun quymadim. Baxtimga yaxshi ham 80% dan ozgina kamroq dizelimiz bor edi. Umid qilamanki, bu yetadi qaytib kelishimizga. Chunki biz ko'proq Germaniya va Polshadan qatnaymiz. Lekin men Italiyaga jo'natgan deganman, kanikulga ketishimdan oldin. Issiq o'lkalarga, lekin hozir Italiyaga borishni xohlayman, to'g'risi. Juda ham issiq deb o'ylayman. Germaniyadagi havo ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli, bulutli, salqingina, 22 gradusgina xolos. 10 gradusda ochib yopish ham unchalik malol kelmaydi, tentimizni. Agar issiq o'lkalarga boradigan bo'lsak, 5 minut ishlaymiz, dam olish kerak. 5 minut ishlaymiz, dam olish kerak. Uni ustiga konditsionerni tuzatib qo'yinglar deganman, tuzatib qo'ydik deyishdi. Lekin buni qanaqa qilib yoqishni bilmayapman. 88 ketyapman, bittasi o'tib ketyapti, 91 ketyapti menimcha. Xullas, bu konditsionerni yoqishni bilmayapman. Bu degani konditsionerimiz yo'q. Qiynalamiz issiq joylarga boradigan bo'lsak. Shuni hisobiga men uchun Germaniya yoki Avstriya bo'lishi mumkin. Belgiya ham o'rtacha. Shu joylarda qolish yaxshiroq variant deb o'ylayman. Akalar, e'tibor beringlar, Germaniyada qizil asfalt bor deyshadi. Mana o'sha joy. O'sha joydan ketyapmiz. Asfalt rangi qora yoki kulrang emas, qizg'ish rangda. E'tibor berishinglar mumkin. Nimaga bunaqa qizg'ish rangda qo'yishgan men bilmayman, to'g'risi. Shuncha payt o'tgan bo'lsam, nimaga bu qizil rangdaligini biz bilsalaring yoki qanaqadir fikrlaring bo'lsa, kommentariyada qoldirishinglar mumkin. Lekin men to'g'risi bilmayman nimaga bunaqa qizg'ish rangda. Mana masjidgacha bo'lgan, undan keyin asfalt qoraygan, mana qorayib ketyapti.
Do'stlar, bugungi kunimiz ham tugashiga oz qolyapti. Tugadi desak ham bo'ladi. Yana doimgidek parking muammo ko'rishimiz mumkin. Qaranglar. Furani baqa qo'ydik. Furani orqalarida umuman joy ko'p. Furan orqalariga qo'yib tashlashgan, qarochi, furalarni. Nevisda chiroyli olib o'tib ketdi. Xullas, mana bu Volvoni ko'rib turishlaring mumkin. Furan orqasiga qo'yib qo'ygan. 17 vashshe to'la furalar. Zo'rg'a o'tib keldim. Ashga qo'yib qo'ydim endi furalar orqasiga. Lekin mana fura o'chirgan yo'q. Ketish ehtimoli ham bor. Agar ketsa, shuni orqaga olib joylashtirib qo'yaman. Mana fura yurib ketyapti, shu yerda o'rniga qo'yaman shakilli. Yana kech paytga o'xshab omadimiz keldi. Lambo Urus o'tib ketdi. Oldinroq ko'rsatardim agar. Mana ham shunga o'xshaydi lekin. Agar bilganimda oldinroq ko'rsatardim. Xo'p, biz ham Lamboyimiz yomon emas. Zato Lamboda bunaqasi yo'q. Mana bu ketyapti ekan, adashibman. Assalomu alaykum barchaga. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Teleportatsiya yo'li bilan Germaniyaning qaysidir parkingiga kelib to'xtab qoldim. Bugun ertalab soat millarimiz esa 7 dan 23 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Bugun chorshanba. Eslaringda bo'lsa videoni boshdan ko'rib kelayotgan bo'lsalaring, dushanba kuni ertalab bas, dushanba kuni obeddan keyin yuklaganmiz yukimizni va mana xudo xolasa chorshanba kuni ertalab 8 larda tushiramiz. Manzilimizga 62 kilometr qolgan. Men sizlarga ko'rsataman qatga tushirishimizni va shundan keyin yana davom etamiz. Xo'p, akalar, biz yo'lga chiqishni boshlaymiz. Bilsalar, avtomat skaner mashinamiz. Bitta shunday qilamiz, skorost ko'riladi va o'shanda qo'yib yuboramiz. Qani, ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rsatmamizga e'tibor beramiz. Ketdik. In 120 meters, turn left. Xo'p, oldimizda 62 kilometr qoldi. Xudo xolasa bunga yarim soatdan ozgina ko'proq bo'lgan vaqt yetib boramiz. Take next left.
left to destination. Route calculation. Route calculation. Xo'p, biz yetib keldik. Qatga qo'yarkanmiz mashinani. Shetga qo'yib turaman va so'raymizda qachon tushiramiz deb. Paletlar ko'ryapsizlarmi? Mana shunday palet olib keldik. Pritsep to'la. Akalar hozir ofisga borib registratsiya qilib keldim. Bunaqa qog'oz berdi. 17 korotchi kutib turgan deyapti. Kutib turishimiz kerak. Bilmayman qancha vaqt oladi. Kutganimizdan keyin bizni yukimizni tushirishni boshlaydi. Shunaqa paletlar to'lib yotibdi. 812 top kelgan. Xullas shuni tushirishimiz kerak hozir va undan keyin menejerimizni keyingi yuk berishini kutamiz. Demak, shu bilan biz Polshaga kelib, aniqrog'i Polshaga kelib ishlashni boshladim. Yana Yevropadaman. Kanikul tugagan. Yana o'zimizga eski hayot, eski hammom, eski tozga qaytdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.